YouTube kanalimiz o'chib ketib qoldi. Salkam 400 mingta bo'lgan YouTube kanalimiz o'chib ketib qoldi. Texnik xatolar, texnik holatlar sababli. Ustoz, men bunaqa komada yotgan bemorlar bilan ishlashni boshladim-da, lekin hali birontasi reaksiya bildirmayapti. Ustoz, mana bunday komada yotgan bemorlar bilan ishlashni boshladim, lekin birortasi reaksiya bildirmayapti. Ya'ni nimalar qilishi mumkin? Nima maslahat berasiz? Bu kasallarga tekkan dard aytganingizni qilmaydi. O'zingizga achiningda o'rningizdan turing, harakatingiz qiling. Bir chekkadan boshlayman, nimalar qilishingizni. Asal sedanadan boshlang. Jigarda muammo bormi? Ichakda bor muammo. Ya'ni ichak o'rgamchi uyani o'rtasi hisoblanadi. Ichak jigarga beradi, ichak buyrakka beradi, ichak yurakka beradi, ichak o'pkaga beradi. Bular hammasi ichakka borib taqaladi. Ichakda holati yaxshilangan sari qolgan organlar holati yengillashni boshlaydi. Teridagi nuqsonlar yo'qolishni boshlaydi. Teridagi holatlar yaxshilanishni boshlaydi. Eslab qoling, ichakda shamollash bo'lsa, gaymarit kelib chiqadi, angina kelib chiqadi, nafas qisish kasalligi kelib chiqadi. Endi ichakda shamollash chiqayotgan vaqtda, ichakda holat yaxshilanayotgan vaqtda gaymarit suv yiring bo'lib chiqib ketadi. Isitma bilan chiqib ketadi. Balg'am ko'chadi o'sha paytlarda. Bu sizda tozalov jarayoni boshlangani belgisi. Buni to'xtatib qolish uchun gramitdin so'rmang. Nimadir haligiga tabletkalar ichib yo'talni to'xtatishga urinmang. Sizlarga hozir ikkita qog'ozni ekranga chiqarib beradi operatorim. Shogirdim chiqarib beradi. Mana shularni ichishni boshlang. Ketdi hammasi bitta. Butun tana uchun yozilgan. Qarang, butun tana uchun. Allohdan jon qarzim bor deyapsiz. Jon degani bitta tana degani. Xo'p, endi savol. Kimlar ichishi mumkin emas? Homiladorlar ichishi mumkin emas. Shuni so'z bilan yozib chiqarib qo'y. Homiladorlarga mumkin emas. Onkologiyani barcha turiga mumkin emas. Qoni o'ta suyuq yuradiganlarga mumkin emas. Qolgan barcha kasalliklar buni ichishi mumkin. Общий hammasiga ketsa, bir 500-600 ming so'm pul ketadi. Eng qizig'i shu 500-600 ming so'mlik narsa sizga shu darajada katta natija beradiki, mazza qilganingizni o'zim sezmay qolasiz. Xo'p, 10 kunlik kurslarimizda ham narxni o'ta yengil qo'yganmiz. 10 kunlik kursda nimalarda natija bo'ladi? Ingichka ichak, yurak, oshqozon, qora taloq. Endi men misol uchun qora taloq deb o'tib ketdim, oshqozon deb o'tib ketdim. Ko'z oldingizga kelmaydi, qaysi kasalliklar o'sha organlarga borib taqaladi. Misol uchun qarang. Assalomu alaykum, yaqinlarim, yaxshilarim. G'oliblarni yo'qotib qo'yib, hayron bo'layotgan g'oliblarni yo'qotib qo'yib, qidirayotganlar. Yaxshimisiz? Hammasi taqdir, hammasi bo'lishi kerak bo'lgan narsa bo'ldi. Hamma narsa Allohdan deb iymon keltirganmiz deb ko'p gapirgandim. Shu iymonimizni bir sinadimi, nima holatga tusharkin deb. Lekin sizlarga o'rgatgan o'sha gapda nima bo'pti degan gapni takrorlab yana boshidan boshladik. YouTube kanalimiz o'chib ketib qoldi. Salkam 400 mingta bo'lgan YouTube kanalimiz o'chib ketib qoldi. Texnik xatolar, texnik holatlar sababli. Hech kimni aybdor qilmayman bu holatda. Shu bo'lish kerak ekan bo'ldi. Nima bo'pti? Yana yangidan boshladik. Hech qachon meni oldindan taniganlar biladi, hech qachon like so'ramaganman. Biror marta kanalimizda hech qachon tarqatishini so'ramaganman. Lekin juda ko'pchilik qo'ng'iroq qilyapti, YouTube kanallaridan foydalanayotgan edik, roliklarni yo'qotib qo'ydik deb. Shuning uchun iltimos, mana shu rolikni imkon qadar tarqatsangiz, imkon qadar like bosib qo'ysiz, ya'ni bizni qidirayotganlar topolsa. Sababi birorta bemorni o'zimizga kelishligi uchun rolik tayyorlamaganman. Doimo ularni uy sharoitida pul sarflamasdan natija olishini xohlaganman va shuning uchun bemalol sizlardan uyatmasdan like so'ray olaman. Ya'ni atrofga bu rolikni tarqating deb iltimos qila olaman. Nega deganda, yana qaytaraman, biz ularni o'zimizga chaqirish uchun rolik tayyorlamaganmiz. Bizni taniganlar biladi, bizga kelib davolanganlar yanada yaxshiroq biladi. Bizga kelmasdan natija olganlar hammasidan ko'ra yaxshiroq biladi. Xo'p, yana bir chekkadan boshladik. Eng asosiy ma'lumotlarni bugun berib o'tib ketaman. Nima kerakligini. Qarang.
uy sharoitida chiqmasdan, mana hozir juda ko'p bemorlarni holatlarini ko'ryapman. Sovuq tushgan sari kasallik kuchayapti. Hozirgi kunda bizga eng ko'p kelayotgan bemorlar sahnli diabet bilan dializ kasalligi ko'paydi. Dializ degani bu buyrakning qurishi. Haftada 2 marta, 3 marta dializga borishi. Allohga beadad shukr, mana shu 10 kunlik kursimizda ham hozir 3 kun, 4 kunda 50 gram peshob keladigan bemorimizda kuniga 200 gramga chiqdi. U degani buyrakda ancha o'zgarish boshlandi. Keyin dializ paytidagi holatlar, behalovatliklar yo'qoldi. Dializga ketayotgan paytdagi og'riqlar, qiynalishlar yo'qoldi. Xudoga shukr, hozir holati ancha oldinga yurgan. O'sha dializni kuni surilishni boshladi. Misol uchun 2 kunda oladigan dializni 4 kunda, o'sha 5 kunga ko'chirishni nimasi rejasi boshlandi. Holati zo'r, o'zgarish zo'r. Butun tanada o'zgarish ketyapti, yaxshi jarayon ketyapti. Allohga beadad shukr, yuzimiz yorqildi. Xuddi shu holatda hozir mana shu shogirdimga qo'yib berayotgandim. Tashkentdan Alloh rozi bo'lsin, Umid opa, nefrolog vrach 10 kunlik kursimizga kelib qatnashib ketgandi. Hozir o'sha holatlarni qo'yib berdi menga, o'sha yerdagi bemorlarni. Ustoz, men bunaqa komada yotgan bemorlar bilan ishlashni boshladim-da, lekin hali birontasi reaksiya bildirmayapti. Ustoz, mana bunday komada yotgan bemorlar bilan ishlashni boshladim, lekin birortasi reaksiya bildirmayapti. Ya'ni nimalar qilishim mumkin? Nima maslahat berasiz? Bu kasallarga tekkan dard aytganingizni qilmaydi. O'zini hayotiga o'zi jon ko'tarmaydi. Birinchi o'rinda men sizlardan o'tinib so'ragan bo'lardim. O'zingizga achining. O'zingizga achiningda o'rningizdan turing, harakatingizni qiling. Bir chekkadan boshlayman. Nimalar qilishingiz? Asal sedanadan boshlang. 1 piyola asal, eslab qoling. 1 piyola asal. 1 osh qoshiq qora sedana. Maydalanganini 1 qoshiq olasiz. Butunini emas. Maydalanganini 1 qoshiq, osh qoshiq olasiz, qo'shasiz. 1 piyolaga 1 piyola tayyorlab qo'yganlarni ko'rdik. Unaqa qilmang. Agar 1 piyola asalga 1 piyola qora sedanani qo'shsangiz, ya'ni 50 kellik qo'shadigan bo'lsangiz, urug'ni kuydirib qo'yadi. Zarar keltiradi organizmga. Shuning uchun 1 piyolaga 1 osh qoshiq qo'shiladi, shu mo'ljal. Ikkinchisi, yosh bolalarga 13 yoshdan pastiga 1 piyola asalga yarim osh qoshiq qo'shib tayyorlab olasiz. Dozasida farq bo'ladi. Xo'p, bu bir. Endi mana shu asal bilan sedanani ichishni vaqti bo'ladi. Tushuntirib beraman. Ichakni qabul qiladigan soati bo'ladi. Ichakka iching ko'proq bu narsani. 3:00 da iching. Bir hafta 10 kun iching. Kichkina choy qoshiqida 1 qoshiq olasizda 2 ho'plam iliq suvga eritib ichib olasiz. Bo'ldi, shu xolos. 3:00 da. Agar bir hafta 10 kunda hech qanaqa o'zgarish sezmasangiz, 4:00 da iching. Eslab qoling, kimdir ichagi 3:00 da qabul qiladi, kimdir ichagi 4:00 da qabul qiladi. Bu ma'lumotni berganimda ilgari kommentariyada shunday yozuvlar yozishganki, 3:00 desam, qaysi vaqtdagi o'ch? 24 soatda bir marta 3 bo'ladi. Ikkinchi 3 15 bo'ladi. Men 15:00 demadim. 3:00, 4:00 dedim. Agar boshqa 3 bo'lganda men 15:00, 16:00 deb gapirgan bo'lardim. Demak 3:00 yoki 4:00. Misol keltiraman. Farzandlarimda gijja qurtlari ko'payganini sezib qoldik. Ishtahasi bo'g'ildi, tajang, injiqlik boshlandi, keyin tishlarni g'ijiratish boshlandi. Shunday belgilar bo'ladi. Gijja qurtlarda og'izdan so'lak oqishi, tishlarni g'ijiratishi, sho'r bosishi, teriga ishtahasi bo'g'ilishi, yemay qo'yishligi yoki yesa ham yuqmasligi, lekin semirmasligi bu qurtlarning, parazitlarning belgisi hisoblanadi. 3:00 ga budini qo'yib, o'g'limga va qizimga ichirish boshladik. 3 ta ichgan bo'lsa, o'sha kuni soat 7 da nonushta vaqtida qizim non kavshashni boshladi. Ya'ni birinchi kundan foydasi bilindi, lekin o'g'limda hech qanaqa foyda bilinmadi. 5 kungacha mana shu holatni davom ettirdik. Birinchi kuni qizim axlatida qurt ko'rindi, keyingi kunlarda ko'paydi bu narsa. Qurt ko'paydi. Ya'ni axlatda qurt ko'paydi, chiqib ketish boshlandi. O'g'limda bilinmadi. 5 kundan keyin 3:00 da qizimga, 4:00 da o'g'limga ichirish boshladik. 4-5 kundan keyin o'g'lim axlatida qurt ko'rindi. Demak,
men tushundimki, qizimni tanasi tog' sonda qabul qiladi, o'g'limniki juft sonda. Mana shuni aniqlab olsanglar bo'ldi. Nimalarga ichish mumkin? Qarang. Asal sedana har bitta kasallikka ketadi. Butun tanadagi shamollashni chiqarib beradi, immunitetni ko'tarib beradi, parazitlarni chiqarib beradi. Har bitta odamga kerak. Nimaga bitta shuni o'zini qilib bera olmaysiz? Qarang, hozir menga keladigan bo'lsangiz, palon million to'lashingiz kerak. Mana shuni uy sharoitida qilib bering. Endi tushunyapsizmi, nimaga bu rolikni tarqating deyapman. Men sizni chaqirish uchun emas, uyingizdan chiqmasdan, menga o'xshaganlarga pul sarflamasdan natija olishingizni xohlayapman. Rizq Allohdan. Alloh rizqimizga yarashasini beradi. Eplolmaydigan yomonroq holatlar kelyapti. O'shalar bilan ishlayveramiz. Siz behuda pul sarflamang yoki o'zingizni hozir men rolikda ko'rsatgandek komaga tushadigan darajaga yetkazmasdan oldini oling. Ichaklarda g'oldirash bormi? Gaz yig'ilishi bormi? Qabziyat bormi? Chuqur bosib ko'rganingizda og'riqlar bormi? Shamollash bor. Asal sedana iching. Qabziyatni yo'qotadi, shamollashni yo'qotadi, parazitlarni chiqaradi, immunitetni ko'taradi. Ichakdagi shamollash yo'qolgan sari buyrakka yengillik boshlanadi. Buyrakning holati yaxshilangan sari quloqdagi shovqin, buqoq, eshitishni pastligi, ikkala umurtqani ikkala tarafi belni tolishi, mana uzoqroq o'rnidan turib tikka turib qolsa, o'tirib olgisi kelib beli tolishlik holatlari va vahima nevroz kasalligi yo'qolishni boshlaydi. Bitta asal sedanani o'zi bilan. Mana vohadan juda ko'p natijalar bo'ldi. Yozishuvchilar polatrit, ya'ni suyak kasalliklari, bo'g'im kasalliklari. Bitta asal sedanani o'zi bilan juda katta natija olishgan. Shunchaki qiling bu narsani. Sababi asal sedana ichak faoliyatini zo'r qilib beradi. Endi qarang, jigarda muammo bormi? Ichakda bor muammo. Ya'ni ichak o'rgamchi uyani o'rtasi hisoblanadi. Ichak jigarga beradi, ichak buyrakka beradi, ichak yurakka beradi, ichak o'pkaga beradi. Bular hammasi ichakka borib taqaladi. Ichakda holati yaxshilangan sari qolgan organlar holati yengillashni boshlaydi. Teridagi nuqsonlar yo'qolishni boshlaydi. Teridagi holatlar yaxshilanishni boshlaydi. Lekin joyi bor. Sizga yoqmaydigan tabiiy narsa bitta ko'taradi. Mana bitta bemor aloqaga chiqyapti-da, aytayapti, men asal sedanani siz aytdingiz, men qilishni boshladim, keyin to'xtatib qo'ydim. Nimaga? Asal sedana ichgan kuni burnimdan sovuq chiqib boshladi, to'xtatsam to'xtaydi. Xo'p, menga zarar qildi. Yo'q, bu zarar emas. Eslab qoling. Ichakda shamollash bo'lsa, gaymarit kelib chiqadi, angina kelib chiqadi, nafas qisish kasalligi kelib chiqadi. Endi ichakda shamollash chiqayotgan vaqtda, ichakda holat yaxshilanayotgan vaqtda gaymarit suv yiring bo'lib chiqib ketadi. Isitma bilan chiqib ketadi. Balg'am ko'chadi o'sha paytlarda. Xo'p, burun oqadi, og'izdan balg'am keladi. Bu sizda tozalov jarayoni boshlangani belgisi. Buni to'xtatib qolish uchun gramidin so'rmang. Nimadir aligiga tabletkalar ichib yo'talni to'xtatishga urinmang. Bu holat o'zi avtomatik tugaydi tozalov tugashi bilan. Tabiiy narsa qo'zg'alish beradi. Mana shuni hisob qiling. Xo'p, sizlarga hozir ikkita qog'ozni ekranga chiqarib beradi operatorim. Shogirdim chiqarib beradi. Mana shularni ichishni boshlang. Xo'p, bu yerda qarang, bir chekkadan yozilgan. Uni kiyik o'ti bilan yalpizda uxlashdan oldin iching. Ozgina asal qo'shib oling. Ta'mini o'zgartirish uchun. Agar asal qo'shmasangiz, davningizni tushirib qo'yadi ozgina. Lekin bu kiyik o'ti bilan yalpiz asabni tinchlantirib beradi, uyquni yaxshilab beradi, qon bosimini me'yorga keltiradi. Lekin me'yorga keltirish jarayonida bir-ikki davlenani o'ynaydi. O'sha paytda men davlenamni o'ynatib yubordi, bu menga yoqmadi degan fikr kelmasin. Qarang, bu yerda yozib ketilgan 1 litr asalga 4-5 bosh chesnoyni maydalab solinadi, 2 ta limonni maydalab solinadi, 2 mahal ovqatdan 2 soat keyin 1 choy qoshiqda ichiladi. Mana shu qonni shunaqa shaffof qilib tozalab beradi. Butun tanadagi shamollashlarni chiqarib beradi, parazitlarni chiqarib beradi. Ketdi hammasi bu yerda butun tana uchun yozilgan. Qarang, butun tana uchun. Allohdan jon qarzim bor deyapsiz. Jon degani bitta tana degani. Bu tanadan ruh chiqib ketgandan keyin tana jasad tilati egasiga topshiriladi. Qur'onda mana shu holat bir jon, bir tandir, jonni bo'lib davolashning imkoni yo'qdir deb kelgan. Ya'ni buni bo'lib davolab olmaydi. Yurakkachi degan narsa yo'q, ichakkachi degan narsa yo'q. Men o'pkamga nima qilay degan narsa yo'q. Hammasiga teng qilinadi. Mana bu yerda yozilgan narsa butun tanaga yozilgan. Butun tanada qon aylanishini yaxshilab beradi. U degani boshda og'riqlar, og'irliklar, aylanishlar yo'qoladi, oyoq qo'lda sovqat uyish yo'qoladi. Badan qizishni boshlaydi.
Xo'p, immunitetni ko'tarib beradi. Immunitet ko'tarilgani kasalliklarga qarshi kurash boshlanadi va ma'lum muddat qo'zg'alishlar, og'riqlar bo'ladi. Bu tabiiy. Buni tabiiy qabul qilinglar. Keyingi holat o'shaqa qo'zg'alish paytida davleniya o'ta ko'tarilib ketsa, ekstremniy holatda tabletga ukoldan foydalanishingiz mumkin. Lekin mana buni to'xtatmang, chunki bu bir o'ynab turib keyin joyiga keltiradi. Bu tabiiy bo'lish kerakligi uchun bo'ladi. Endi qarang. Qon aylanishini yaxshilab beradi, ichak holatini yaxshilab beradi, buyrakning holatini yaxshilaydi, qora taloqni, yurakka quvvat beradi, jigar holatini yaxshilab beradi. O'tdagi, buyrakdagi tosh tuzlarni maydalashni boshlaydi. Jinsiy quvvatni ko'taradi. Spermani foizli holatini ko'tarib beradi. Mana shu holatlar hammasi yozilgan. Ayollarda jinsiy problemalarni oldini oladi. Bu ikkala qog'ozdagini hammasini teng boshlaysiz. Teng boshlaysiz. Bu bitta tana uchun teng boshlanish kerak bo'lgan holat. Xo'p, endi savol. Kimlar ichishi mumkin emas? Homiladorlar ichishi mumkin emas. Shuni so'z bilan yozib chiqarib qo'y. Homiladorlarga mumkin emas. Onkologiyani barcha turiga mumkin emas. Qoni o'ta suyuq yuradiganlarga mumkin emas. Qolgan barcha kasalliklar buni ichishi mumkin. Qoni o'ta suyuqlar ichmasin, qon kasalliklar bilan o'rganlar ichmay tursin. Qolgan hamma bemor ichsa bo'ladi. Shuni ekranga chiqarib ber. Odamlar foydalansin shu narsadan. Eng qizig'i mana shu narsaga raza ketsa, общий hammasiga ketsa, bir 500-600 ming so'm pul ketadi. Eng qizig'i shu 500-600 ming so'mlik narsa sizga shu darajada katta natija beradiki, mazza qilganingizni o'zim sezmay qolasiz. Bu narsani iste'mol qilib rahmat aytganlar o'ta ko'p. Ilinyapman. O'zi bizda qabul kunlarimizdan besplatniy hisoblanadi. Har bitta bemor bilan alohida to'xtab gaplashiladi. Har bittasiga yozib beriladi qo'shimchalar. O'sha onkologiya homiladorlar keladigan bo'lsa, ularga boshqa narsalar yozib beriladi. Demoqchi bo'layotgan narsam, odamlardan kasalligidan foydalanib pul topishlikni maqsad qilmadik. Odamlarga yordam berishni xohlayapmiz. Lekin hamma yo'g'im joyida. Mana shu ishning orqasidan bo'ldi. Bemorlar bilan ishlash jarayonida men uy joyimni o'g'nadim. Tayimga mashina oldim. Nimasi bo'ladi? Elga, yurtga, yaqinlarimga foydam tegadigan, ularga moddiy taraflama quvvatlaydigan, qo'llaydigan darajaga chiqdim. Allohga beadad shukr. Lekin biz mana shu odatni baribir qo'yib yormaymiz. Imkon qadar bekarga imkon qadar yengillik qilib beryapmiz. Xo'p, 10 kunlik kurslarimizda ham narxni o'ta yengil qo'yganmiz. 10 kunlik kursda nimalarda natija bo'ladi? Ingichka, yurak, oshqozon, qora taloq. Endi men misol uchun qora taloq deb o'tib ketdim, oshqozon deb o'tib ketdim. Ko'z oldingizga kelmaydi, qaysi kasalliklar o'sha o'rinlarga borib taqaladi. Misol uchun qarang, kimda shunaqa holat bor? Boshda og'irlik aylanish holatlari. Xo'p, qon qo'yilib ketgan. Xo'p, oyoq qo'l sovqotadi, uyushadi, qon bosim bezovta qiladi, holsizlanish, ezilish bo'ladi. Varikoz, qon tomirlarining kengayib ketishi, gemorrog kasalliklari, burun ko'p qonash kasalliklari. Mana shu sanaganlar hammasi qora taloqqa borib taqaladi. Endi tushunyapsizmi? 10 kunda ichida nima o'zgarishlar bo'ladi biz kursimizda deganda, qora taloq tiklanadi deb o'tib ketyapman. Qora taloq tiklansa nima kasalliklar yo'qolishini aytmayapman-da sizga. Ya'ni butun tana tiklanadi. Ingichka, yurak, oshqozon, qora taloq, o'pka, yo'g'on-ichak. Oddiy misol, yo'g'on-ichak holati yaxshilanganda gaymarit to'liq chiqib ketadi. Angina bir umrga qutuladi anginadan. Nafas qisish kasalliklari yo'qoladi. Nafas qisish. Keyingisi, teridagi barcha kasalliklar yo'qolishni boshlaydi. Psoriaz, ekzema, vitiligo kasalliklari, qondagi infeksiya, virus avtomatik, ya'ni darajasi foizi tushishni boshlaydi. Mana shu ichak kasalligi borib taqaladi. Xo'p, buyrak kasalliklari, siydik yo'llardagi muammolar bartaraf bo'lishni boshlaydi. Buyrak kasalliklari. Buyrak kasal bo'lsa nima holatlar bo'ladi? Ikkala tomon, umurtqaning ikkala tomoni, yumshoq joylar, bellar toliydi, og'riydi. Bu buyrakka borib taqaladi. Immunitet tushib ketadi. Bu buyrakka borib taqaladi. Quloqdagi shovqin, eshitishni pastlashi buyrak kasalligiga borib taqaladi. Nevroz, vahima pochkadan. U miyada bo'ladi. Nerv patologga borib qatnaganingiz foydasi yo'q. Pochkaning holatini joyiga keltirmagunizcha u holat tiklanmaydi. Keyingi holat, jigarning holati yaxshilanadi, o't qopining holati yaxshilanadi. Misol uchun o't qopi dimlanishni yo'qotsa, bo'g'im kasalliklari qo'yib yuboradi.
perikard, yurak qon tomir kasalliklari joyiga kelishni boshlaydi. Gipofiz, ichki sekretsiya bez, bo'y bilan vес joyiga kelishni boshlaydi. Ya'ni ozish yoki semirish uni bo'y bilan mutanosib holatga kelishni boshlaydi. Asab joyiga keladi, zreniya, hid sezish, ta'm bilish, eshitish, shovqin, boshdagi shovqin, quloqdagi shovqinlar har bitta holatda ishlanadi 10 kunda ichida. Eng qiziq joyda hech qanaqa dorisiz ukolsiz ishlanadi. Hech qanaqa. Imkoni boricha tabiiy narsa ham berilmaydi. Sizda shunday funksiyalar borki, Alloh sizni shunaqa yaratganki, o'sha funksiyalarni ishga tushirganda tana avtomatik o'zini o'zi vastonavit qilishni boshlaydi, tiklashni boshlaydi. Mana hozir tana o'zini o'zi sekin-sekin yeb bitiryapti-ku, xuddi shu avtomatik teskari aylanadi-da, o'zini o'zi vastonavit qilishni boshlaydi. Alloh har bittalarning xonadonlarga fayz, barakat berishini Allohdan chin dildan so'rayman. Yana g'oyibona sizlar bilan tez-tez ko'rishni niyat qildik. Xudo xolasa bu yangi YouTube kanalini ham qisqa kunlarda eski o'chib ketgan g'oliblar, ya'ni YouTube kanalini darajasidan oshirib olamiz degan fikrdaman. Sababi juda ko'pchilik bizni yaxshi qabul qilgan, kommentariylarda faqat duolar olganmiz. O'sha duolarni sog'indik, o'sha duolarni qo'msayapmiz. Duolarga muhtojmiz. Bitta qo'lingizni ochib duo qilib qo'ysiz, bizdan baxtli inson yo'q. Dadam rahmat deydi, bir gapi bor edi. Pensiyaga chiqishni istash kerak, bolam. Jannatga kirish uchun ham istash kerak. Birorta bir inson yurakdan otangga rahmat desa, bilginki bitta gunohi yechiladi. Sen borguningcha men ham tayyor bo'lib tursak, jannatlarda birga yursakda bolam degandi. Mana shu narsa har kuni quloqimda jaranglaydi. Agar xizmatlarimiz ma'qul bo'lsa, mana shu xizmatni qilganlar nafaqat men, butun g'oliblar jamoasini bitta shirin duolarda eslab qo'ysiz, boshimiz osmonga yetadi. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha omon bo'ling. Yaqinlarim, yaxshilarim, hammangizni yaxshi ko'raman. Yana ko'rishamiz.